Mamlakatimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham Dolzarb 90 kunlik tadbirlari chin ma'noda mahalla yoshlari uchun quvonchli lahzalarni taqdim etmoqda. Yozgi ta'til davrida bo'sh vaqtini foydali mashg'ulotlarga jalb etayotgan sportsevarlar musobaqada bahslashish bilan birga o'z mahoratlarini yanada oshirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Marg'ilon shahar hokimligi, shahar prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi, 2-sonli sport maktabi va mahallalar uyushmasi hamkorligida tashkil etilgan Havaskorlar ligasi bellashuvi ham ana shu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Unda 20 dan ortiq mahalla jamoalari ishtirok etishib, o'z imkoniyatlarini namoyish qilishmoqda. E'tiborlisi, an'anaviy tarzda uyushtirilayotgan bu kabi musobaqalarda marg'ilonlik futbolsevarlarning alohida namuna ko'rsatishayotgani boshqa hudud yoshlarini ham futbolga bo'lgan qiziqish va intilishlarini kuchaytirmoqda. Musobaqaning dastlabki kunidanoq shiddatli bahslar boshlandi. Mahalla yoshlarining maydondagi namunali harakatlari, chiroyli taktikalarga asoslangan o'yinlarni namoyish qilishlari, ularni professional o'yinchilardan sira qolishmasliklarini amalda ko'rsatdi. Ayniqsa Yangi bog', Mashhad, Baland masjid kabi jamoalarning tezkor va aniq harakatlari muxlis va mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirmoqda. Yakuniy natijalar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz.